Hammaga assalomu alaykum azizlar. Hozir ishni boshlaymiz. Hozir qarang, mana shu mani vesim, mana buni ko'rishingiz mumkin. To'rtlagan paytda katta qorin. Ertalab zavtrak qilmaganman. Bitta kofe ichganman, limon bilan muzday muz so'raman kofening ichiga. Shakarsiz hech narsa qolgani endi galadanni chista bo'ldi, ketamiz. Hozir realniy vesni ko'ramiz. Tak, 125 kilo. Mana qaranglar. 125. Realniy 125 kilo ko'rsatdi. Qani, qancha ves tashlaymiz? Shuni bir sinab ko'ramiz va organizm qanday o'zini ko'rsatadi. Qanaqa his qilyapman o'zimni har masini qo'yib boramizda. Podpiska va like bosishni unutmanglar. Kim o'zmoqchi bo'lsa, mana shu videoni o'sha kishiga yuboramiz.